Biza xos sizlar bilan uy sharoitida marojin tayyorlab ko'ramiz. Qanaqa chiqqaniga o'zingizlar baho berasizlar. Buning uchun bizga kerak bo'ladi banan, iloji boricha yaxlagan. Qulupni, yaxlagan qulupni. Sug'shonli moloko. Endi buni bir xil massa bo'yicha aylantiramiz. Unutmanglar, har doim cho'pir ishlatayotganda birinchi 2 marta bosib qo'yib yuborib, keyin постоянно pulni bosib ishlatsanglar bo'ladi. Keyin esa buni bir xil massa bo'yicha aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan massamizni shu konteynerga solib, muzlatishga qo'yib qo'yamiz. Mana marojinimiz ham tayyor bo'ldi. Sizlar bilan ochib, ta'miga baho beramiz.